Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Har yili davlat rahbarlari, parlament a'zolari, Nobel tinchlik mukofoti sohiblari va donliq akademiklar dunyo miqyosida tinchlik va texmi go'zal bir dunyo barpo qilish uchun tirishayotgan shaxs va tashkilotlarni Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligida 50 dan ortiq Uyg'ur tashkilotlari 7 yanvar kuni Chexiyaning davlat raisi Petr Pavelga va bir qancha davlatlarning davlat rahbarlariga Ilhom To'xti va Dunyo Uyg'ur qurultiyini Nobel tinchlik mukofoti nomzodligi ko'rsatishini talab qilib, ochiq xat yozgan. Bu ochiq xatda professor Ilhom To'xti xalqining asos huquqiy ig'ir daxl taruzga uchirgan Xitoyda kunsir kuchayotgan bostirishlar oldida Uyg'ur xalqining huquqini tashabbus qilish orqali hayotini texim adil jamiyat barpo qilishga beg'ishladi. Kishini ichindirdig'ini, uning adolatga bo'lgan tavranmas irodasi Xitoy tajovuzchilari tarafidan tahdid deb qaralib, 2014-yili 1-oyning 14-kuni atalmış bölgünçilik qutratqılıq qilish jinoyati bilan qo'lga ilingan. Uning kishilik huquqqa qo'shgan to'kpisini taqdirlash uchun 2019-yili Yevropa parlamenti tarafidan Sakharov mukofotiga va 2019-yili Vaslav Havel mukofotiga erishdi. Uning irodasi kishilik huquq ko'rishida umid va ilhom beg'ishlaydi deb yozilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin apandi Ilhom To'xti va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatilishining ahamiyati haqida o'zining ko'z qarashlarini bayon qilib, mundaq dedi. Hozirgidek dunyo vaziyatida nihoyat tez o'zgarishlar bo'layotgan vaqtda bo'libmi O'rta Sharqda Asad hokimiyatining ag'dirilishi va uni qo'llayotgan Iran va Xitoydan iborat va Rossiyadan iborat bu diktator hokimiyatlarning mag'lubiyatga uchrashi va Xitoy hokimiyatining O'rta Sharqda o'zining ittifoqdoshlarini asta yo'qotib qo'yishi degandek vaziyatlarning o'zgarishi va Amerikada Trump hukumatining hokimiyatga chiqishi va Yevropadami tez o'zgarishlarning bo'lishi degandek bu vaziyatda Uyg'ur masalasini xalqaro sahnada kun tartibda tutib turish nihoyat muhim. Shuning uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi Ilhom To'xtini va Dunyo Uyg'ur qurultiyini qaytadan Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatish, bu orqali xalqaroning kun tartibini yana Uyg'ur masalasiga qaratish maqsadida bu haqda lobby faoliyatlarini boshladi. 50-ci təşkilatның imzasidagi bu xatda yana yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarning kishilik huquq harakatining barqancha xalqaro e'tirof qilishiga erishayotganligini ta'kidlab, professor Ilhom To'xti va Dunyo Uyg'ur qurultiyini nomzodlik ko'rsatish Uyg'ur olimlari va tashkilotlarining kishilik huquqni qo'g'dash va demokratik qimmat qarashlari uchun bo'shashmay tirishchilik ko'rsatganligini e'tirof qilganlik bo'lganligini ifodalagan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Isa apandim bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi. İlhom To'xti va Dunyo Uyg'ur qurultiyini Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatishning xalqaroda Uyg'ur davosiga bo'lgan qiziqishni oshirish, Uyg'ur davosining xalqarodagi qonuniy asosini kuchlantirish jihatda intayin muhim ahamiyatga ega. Chunki dunyoda yüzlagan hatto minglagan o'xshash bo'lmagan kishilik huquq, inson haqlari, demokratiya, tinchlik haqida berilgan mukofotlar bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Nobel tinchlik mukofotining o'rni bamboshqa. Yani Nobel tinchlik mukofotiga erishgan bir shaxs yoki bir tashkilotning xalqaroda uningga bo'lgan hurmat, xalqarodagi uning qabul qilinishi bamboshqa bir daraja, ya'ni salohiyat qozonadi. Hem Dünya Qurultiyi 2023 ve 2024 yılları Kanada, Norvegiya, İtaliya dege o'xshaydigan davlatlardagi parlament a'zolari tarafidan ayrı Nobel tinchlik mukofoti ko'rsatilgan. Ilhom To'xtimi keyingi 4-5 yildan buyon o'xshash bo'lmagan darajada parlament a'zolari, professorlar va Nobel mukofotiga erishgan insonlar tarafidan Nobel mukofotiga nomzod ko'rsatib ketildi. Gerçi bu mukofot hozircha Uyg'urlarga ya Ilhom To'xtiga ya Dunyo qurultiyiga 2022 yili Amerikan Kongress a'zolari tarafidan Uyg'ur kishilik huquq projekti va Uyg'ur hareket teşkilatını Nobel tinchlik mukofotiga kandidat ko'rsatilgan. Demak,
keyingi 5-6 yıl ichida Uyg'ur tashkilotlari va Ilhom To'xti orqa-orqadan Nobel tinchlik mukofoti kandidat ko'rsatildi. Gerçi bu mukofot hozircha bizlarga nail bo'lmagan bo'lsaqmi, ammo Muşu Nobel mukofotiga kandidat ko'rsatishning o'zimi xalqaro matbuotlarda ko'p ta'sir qo'zg'adi, yer oldi va xalqaro jamoatchilikda Xitoy hukumati Uyg'ur tashkilotlarini terörist bulup dünya kurultayının terörist teşkilat, bölgünci teşkilat deb obrazını zedeleştirişiyotgan bir vaqtda İlhom To'xtini bo'lsa bölgünci deb qamoq jazosiga hukm qilib, bu orqali butun Uyg'urlarni, Uyg'ur ziyolilarini yo'q qilishning bir asosini tayyorlayotgan vaqtida bundaq bir xalqarалық tashkil mukofotga nomzod ko'rsatishning o'zi xalqarada Xitoy hukumatining ne qadar yolg'onchi bo'lganligini, Xitoy hukumatining Uyg'ur harakatini bostirish, Uyg'ur ziyolilarini bostirish, Uyg'ur faoliyatchilarini bostirishda hech qanday qonuniy asoslarga tayanmay faqat diktatorlik bir kuchini qo'llanib yo'q qilishtirishni tinishayotganligidan iborat bir reallikni aks ettirib ekib berishdimi tarixiy ahamiyatga ega. Nobel mukofotiga kandidat ko'rsatishning nurg'unlagan shartlari bor. Shu shartlarni hozirlagan, shu shartga layoqatli bo'lgan odamlar va insonlar va tashkilotlar aningdan kandidat ko'rsatiladigan gap. Bunda qiplam ma tashkilotni men yoki ma odamni Nobel mukofoti ko'rsatay degan bilan bir parlament a'zosining va yoki bo'lmasa bir davlat boshlig'ining bo'lmaydi. Shuningga bu Nobel mukofotiga ko'rsatishdan burun nomzod ko'rsatish hamma odamni ko'rsatilmaydi. Uning salohiyatli insonlar bor. Davlat rahbarlari, hukumat raislari Nobel mukofotini olgan parlament a'zolari shunga o'xshash salohiyatli insonlar ko'rsatiladi. Bularmi o'z ko'rsatadigan nomzod haqida ko'p izdinish, tadqiq qilish va shularning qoyilligini qo'zg'agan vaqtingizda anandan bu nomzodlik ko'rsatish hareketi boshlangan gap. Hozirgi kelgucha Uyg'ur tashkilotlaridan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 2022-yili, Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2023 va 2024-yillari Kanada, Norvegiya va Italiyaning parlament a'zolari va Kengash palata a'zolari tarafidan Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatilgan edi. Prezident Donald Trump birinchi qatim vazifa o'tagan mezgilning oxirida Amerika hukumati Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan qabih bostirish siyosatini irqiy qirg'inchilik deb jakarlagan edi. Prezident Joe Biden buni inkor qilmadi, balki Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuniga imzo qo'ydi. Yuqorqi qaror qonun va ijroatlarning xalqaro siyosiy, iqtisodiy va diplomatiya jihatda ta'sirining xilili kuchli bo'lganligi ma'lum. Navbatda ikkinchi qatimliq vazifasini boshlash oldida turgan Prezident Donald Trump Xitoy mallarga 60% tamojna bejini qo'ydiganligini bildirib kelmoqda. Shuning bilan birga Donald Trumpning Xitoyga besim qilishda Uyg'urlar masalasini bir chetga qayirib qo'ya olmaydiganligini, balki uni yangidan kun tartibga ilib kelishning muhim ekanligi haqida mulohizalar o'tirg'i chiqmoqda. Yaqinda Amerikaning hukumat va ichki siyosat sohasida nopuzliq taratqulardan biri bo'lgan DC jurnalida e'lon qilingan bir maqolada Prezident Donald Trump vazifaga o'tirgandan keyin darhol harakatga o'tib, Uyg'urlar masalasini kun tartibga ilib kelib Xitoyga besim qilish kerakligi o'tirib qo'yilgan. Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi, ya'ni NEDning oliy tadqiqotchisi Yozef Hammond yozgan bu maqolada Yevropa davlatlarida setilayotgan Italiya pomidor qiyamining aslida atalmish Xinjiang pomidor qiyamidan kelganlik satchiligi dunyoga oshkorlangandan keyin Sharq Turkistondagi majburiy emgak masalasining hargiz sal qarashga bo'lmaydigan masala ekanligi, u joydagi qabih siyosatning davomlashayotganligi, Amerika prezidenti Donald Trumpning bu masalada Xitoyga qayta besim qilish kerakligi bayon qilingan. Maqolada mundaq deyilgan: 2020-yili Joe Biden Amerika prezidentlik saylimida g'alaba qilganda 3 milliondan ko'p Uyg'ur yanada jazo lagerlariga soliqliq edi. Millionlagan Uyg'ur qulluq muomalasiga uchrayotdi. Mushundaq ahvoldami Joe Biden vazifaga o'tirib bir necha oydan keyin Sharqi Janubiy Osiyodan import qilinadigan kun taxti zapchastlaridan oladigan bojni bekor qildi. Xitoy korxonalari bu yo'chiqdan foydalanib, boshqa davlatlarda kun taxti yosimchilik bilan shug'ullanib, Amerikaning tamojna bejidan qochdi. Ya'ni Joe Bidenning bu buyruqi Xitoy korxonalariga nafas ililish fursati yaratdi. Xitoy korxonalarining ko'pinchisi aqlimilik o'g'irlari bo'lib, ular Uyg'ur musulmonlarini eksploatatsiya qilish, ularning qon terini sumirish orqali raqobat ustunlik qozondi. Amaliyot ular bir tarafdan Amerikaliklarning xizmat o'rnini tortib olgan bo'lsa, yana bir tarafdan zamonaviy qulluqdan manfaat oldi. Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang
Xitoydagi bu zamonaviy qulluqni oyoqlashtirish uchun Amerikada kuchli bir rahbarning bo'lish kerakligini bildirib, mundaq dedi. Hozir hamma odam prezident Donald Trampning Xitoyga qo'ydigan yuqori tomujni bejiga diqqat qilmoqda. Holbuki Xitoyga texmi qattiq zarb beradigan yana bir savdo tadbiri bor. U bo'lsa-mu 1930-yildagi savdo qonunini ijro qilish. Chunki bu qonun majburiy emgak mahsulotlarini import qilishni qat'iy cheklaydi. 2021 yili ma'qullangan Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuni amaliyoti mazkur qonunning kengaytirilgan nusxasidir. Nurg'un Xitoy mahsulotlari Uyg'ur majburiy emgikining mas'uli, biroq u yanada Amerikaning bozoriga kiryotidi. Hozir dal buni cheklaydigan Xitoyning Uyg'ur, Qozoq va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga yordam berishini to'xtatadigan bir odam chiqishi kerak. Maqolada qayd qilinishicha, Donald Trump birinchi qatim prezidentlik vazifasi o'tayotgan mezgilda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan qabih jinoyati rasmiy holda irqiy qirg'inchilik deb jakarlangan. Buning xalqaro kuchlik ta'siri Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu masalani tekshirib, aniq dalillar bilan yakun chiqarishiga turtki bo'lgan. Prezident Bayden garchi bu irqiy qirg'inchilik jakarnomasini bekor qilmagan bo'lsa-mu, vatanimizda davomli yuz berayotgan har turli qo'rqinchli ishlarni ko'rmasga salgan. Donald Trump navbatda Oqsaroyga qaytib kirgandan keyin bu masalani va boshqa ko'plagan masalalardagi yetakchilik o'rnini jiddiy asliga keltirish kerak ekan. Avtorning qarashicha, Donald Trumpning 2024-yillik prezidentlik saylovida g'alaba qilishdagi muhim sabablardan biri uning Amerika fuqarolarining qo'llashi va himoyasiga erishganligi bo'lib, Amerikaliklarning erkinlik, demokratiya engi va kishilik qimmat qarshi uning kishilik huquqini qo'g'dash, jumladan Uyg'urlar masalasida Xitoyga besim qilish jihatda tig'imi dodil siyosatlarni yurgizishiga ishonch va madad bera oladi ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.